Oka siz 700 mingga 750 proba-ku nima uni narxda hisoblayapsan? Boshqacharoq hisoblagandan keyin aytdim o'zi necha probaga hisoblayapsiz. 750 keyin bu 750 mingni ko'rmay qolman deyapti. O'shandan Jahlim chiqib ketdi keyin, oka. Hisoblatmadingiz, so'ramadingiz, to'g'rimi? Hisoblatdim, oka 30 million berishdi, yoqmadi menga. O'sha keyinchalik hisoblatmadingiz, to'g'rimi? 30 million bo'lsa, qarang mana 30 million mana hamma turishiga berdi, to'g'rimi? Qarang 28 u 47 bo'lsa, oka 1 million 53 mingdan hisoblab beribdi-da. To'ppa-to'g'ri, oka. Biz mana 583 shunaqa narx olamiz-da, 1 million 50, 1 million 60 olamiz. Oka, Arabistondan kelgan baland proba deyishdi, uydagilar. Siz hammasini 750 deyapsiz-da, buni to'g'rimi? Hammasi shunaqa bo'lishi kerak. Siz o'zingizdan adashyapsiz-da, mana Mahmudilla 875 proba, oka. Ha, bizga misol birovni haqqi boshqa narsasi kerak emas-da. Qarang, oka. 1988 bu 750 proba, oka. 1 million 350 dan qilib beraman 750 gizni. 26 million 838 ming chiqyapti. 26 million 850 ming qilib beraman. 750 laringiz o'zini 875 probangiz, oka. 1 million 600 dan qilib beraman 1 grammini. 858 1 million 600 dan, oka. 13 million 728 ming bo'pti. Buni nech pul dedim, oka? 26 850. 26 850 bo'lsa 40 million 578 ming bo'pti, oka. 40 million 600 qilib beraman. 10 million razilasi bo'lib ketdi. 10 million 600 razilasi bo'pti. 30 million bergan bo'lsa, oka. Yo 585 ga hisoblasa shunaqa narx bo'ladi, oka. Buni o'zini narxi bor. 1 million 600 dan hisobladim, oka. 870. Buni bilmaganman. Buni 1 million 350 dan hisobladim. Rangidan bilsangiz ham bo'ladi, oka. Tillarni tushunish shart emas-da. Ko'rdingizmi? Qancha tarkibida tilla ko'p bo'lsa, shuncha mana shunaqa saruvroq bo'ladi, oka. Valloh sana beraveringmi? 40 million 600, oka. Rozimisiz? Bo'ladi, oka. Keyin safar o'zimga kelavering, oka. Adashib qolmayman-da boshqa joyga. O'zingizga kelaman faqat. Yana bu 40 million, oka. Hatta 600 ming bersam bu. Mana, oka, bu yerda 600 ming so'm. Oka, charchimay, rahmat. Sog' bo'ling, oka. Joningiz sog' bo'lsin. Shu yerdamiz, oka, xizmat biz. Agar sizlarning ham shunaqa tilinglar bo'ladigan bo'lsa, aldanmasdan qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.